Hammaga salom bolalar. Men sizlar bilan Almas O'z. Ya'ni men Minecraft'man va sizlar bilan birgalikda videolar olaman. Va men xullas qiziqarli videolar olishga sizlarga harakat qilaman. Va umid qilamanki meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Qani bo'lmasam videomizga ketdik. Go. Kechirasizlar. Men hardcore rejimida o'ynayman. Men shunchaki maqsadim oddiygina misli asli hayiqish hardcore rejimida. Ammo biz hali yana ko'p kunlar yashashga harakat qilamiz va videoim orqali kunlarni sanayman deb umid qilaman. Bu yerda asal daraxtlarini oldim nima? Men bu sutda ko'p o'ynaganman. Bu yerda tuzoqcha bor. Tezroq sherga borib olay. Nima uchun qishloqda oldida spam bo'lish bu nomardlik, to'g'ri, lekin nima ham deya olaman. Hardcore rejimida bo'laman eng yangi versiyadaman. Ey! Joyimiz qoldi, suvimizga kirib ketdi. Meni YouTuber do'stim ham bor. U ham menga poddesh qiladi degan umiddaman, lekin meni do'stim ikkita, bittasi hali ikkitani ochganicha yo'q. Ochgan, ammo o'chirib yuborishga to'g'ri keldi. Men ham oldin YouTuber bo'lganman. Menimcha biladiganlar bor. Almas O'z nomli oldin YouTuber bo'lgan. Dovushim agar ozroq orqada yurayotgan bo'lsa, X rekorderini to'g'rilay olmayapman endi. Nastroyka qilishni biladiganlar o'rgatib yuborsa yaxshi bo'lardi. Suv bor bu yerda yetil. Yetil bir tinga qimmat. To'xtang, bratim sota. Bratim, shepim bo'lasa? Ha? Ana malades, zombi go'shi, xo'sh. Bir tinga qimmat ekan, suv o'ynayapti. Shep, qanday? Yuribsan? Bola chaqa, qozon tovoq, to'xtang, kibroni. Betimga qara deb. Betimga qara. Qara, menga qara. Agar men qishloqda sidqidildan qo'ra olamasang, men munningga urib haydayman, Uzun burunni qaranglar, uyatdan uzun burun qo'yiladi, Ashincha jitil bo'ladi. Himoya qilish kerak, tushundingmi? Himoya. Iflos mayadan himoya qil. O'ta, hazillashdik. Duxum yetmaydi, brat, hazillashyapti. Duxum yetmaydi. Просто hazillashyapmiz. Kim bilan video yeyapmiz gadda. Lekin hozir tugaydi, точно tugaydi. Birinchi marotaba temir ketgan tez olishim. Voydo, joyimdan qo'yganman shekilli. Nima bu meniki emas, biz boraveramiz. Bizga biroz so'kmaydi, to'g'ri. So'kishmasa endi bo'ldi. Toshli bo'lsa kerak, toshlikka o'xshayapti bu. Toshli ekan. Xo'sh, bunday. Bunday. Mana bunday. Galimga to'xtashardim, lekin uni qishloqda himoya qiladi. Naryoqda bitta zo'r biyom bor, ana shu. Sida bu Buni sida hozir ko'rsataman.
Overlockni siyda liboy beradi menimcha, oz mana. Men yozib ko'rsataman, ko'rib olinglar. Kechiq. Mana sit. Sit Minecraft. Mana ko'rdinglar? Bo'ldi. Masjid. Masjid yozsalar kerada. Minecraft sida. Men mis topishimga ancha ketadi. Mis topish challenge'ini yo'qotamiz, короче. Xullas, mana men, mana Jitel. Menga qara. Ko'zimga qara. Sen ko'zimga qara deyapman, Ko'zimga qara. Ko'zimga qara, Ko'zimga qara. Ko'zimga qara. Ko'zimga qara. Nima ko'zimga qara meni? Boshla bir. Ay, ko'zimga qara. Bo'pti. Короче, bolalar, shu bilan videomiz tugadi. Nima uchun qisqa? Chunki men uzun videolar olgim kelmayapti hozircha. Bo'lmay, vaqtim ham yo'q. Lekin keyingi qismlarda albatta uzunroq bo'ladi video. Hovan bu yerga ana orqamdagi manba joylarga katta mob farm quramiz. Mana shu men rejam. Xullas, bugungi video shu bilan tugaydi. Men ismim Almazuz va men sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinini o'ynayman. Mening do'stim hozircha keyingi qismda aytaman ismini. Yana bitta do'stim Darkka ham iloji bo'lsa uni ham qaytishini so'raymiz. Chunki uni qaytarishim uchun balki mana shu ozroq yordam bo'lar. Xullas, hammalarga xayr va ko'rishguncha. Obuna bo'lib, like bosib qo'yamiz. Keyingi videolar albatta qiziqarli bo'ladi. Hammaga xayr.